Assalomu alaykum klub mayda obunachilarim. Mana biz daladan ham xudo xolasa efirlarni ola boshladik. Xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsaring mana klerilarni qo'tob pon hashalari aradishlar yozib ularni ham qo'tob chiqarib tashlashimiz kerak. Eng katta ahamiyat beradigan joyini sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bu kler navida mana menda hozir 3-yil hosil ekan bo'lsam, xudo xolasa asosan mana taydan chiqayotgan bular har biri bular rajok deyiladi. Har bir rajok bitta, ikkita, uchta, to'rtta rajok. Shuni qoldirish kerak. To'rtta, undan ko'p qoldirib bo'lmaydi. Undan ko'p qoldirsa, ko'p hosil bo'lib turib, hosillar mayda bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun aksariyat ikkita, uchta, to'rttaliklar ham bor va asosan to'rtta qoldirganmiz. Mana bu yerda uchta. Ikkita qolibdi mana bu yerda. 2, 3, 4 asosan standart 4 ta qoldiryapman. 3 ta ham qoldirsa bo'laveradi. Birinchi o'chirdi albatta. Bizda o'zi gullash jarayonlari ham ketish boshladi. Mana gullash jarayoni ketyapti. Mana o'rtasi ko'rgan bo'lsak, kimdir so'radi kecha mana YouTube'da. O'rtasi qorayib qolibdi. Bu o'sha sovurilgandan dalolat bo'ladi. O'rtasi qorayib qolibdi deb savol berishadi-da. Bizda o'zi mana gullash jarayonlar xulosa ketyapti. Bunda ham mana xudo xolasa bitta, ikkita, uchta, to'rtta rajok. Daladan efir sizlar uchun. Buncha mehnatlarga xudo xolasa like desdan chiqarib qo'ysa degan umid qilamiz. Mana bu yerda yana ko'ryapsizlar. Dala sharoitida kimda so'raydi, chaynlash qana bo'ladi? Bu dala sharoitida bizda arilar ham serob, shamol ham o'zi chaynatib qo'yadi dalalarda. Xudo xolasa. Albatta shu toqroqlarda qilib ko'p qoldirib qo'ydi. Bu haqiqatan ham hosillarli mayda bo'lib ketishiga olib keladi. Xudo xolasa endi bundan keyingi videolarda qanaqa oziqalar boshlanmalar bir marta sug'ardik. Bundan keyingi oziqalarni aytib o'tamiz. Qanaqa nima oziqa beryapmiz, qanday oziqa beryapmiz, hammasini aytib o'tamiz. Xudo xolasa. Sizlardan like, podpiskaga bosib, xudo xolasa so'rab qolamiz shularni. Salomat bo'linglar. Kommentarda savollaring bo'lsa beraverasizlar. Qo'ldan kelgancha shu videolar orqali javob berib boramiz.